Qaynonam nuqul biza bilan yotib turadilar. Nima qilsam bo'ladi, yo'l ko'rsating. Menga keladigan savollar otalar so'zi. Qo'yda o'ylab qolaman, hayotda haqiqatan shunaqalar bor ekanmi deb. Uylantirib nima qiladi onda o'g'lini? Bu yerda qaynonada ham ayb emas. Qaynona endi ko'ngli yarimdir, o'g'lini qizg'anar, boshqa qilar. Ayol kishi to'poyda, bir to'poyroq xotindir. Qari timboli undan battar bo'lib qolgan. Endi sizda ham ayb yo'q, siz ham nima qilasiz? Endi qaynonangiz bilan yotgan paytda siz chiqib turing, ular xijolat bo'lmasin, ikkalasi ona bola. Siz boshqa xonada yoting. Ana yoningizdagi qo'y bor-ku, ba deydigan qo'y. O'sha qo'ydi, iloji bo'lsa mana Qurbon hayitim kelyapti, o'sha paytda so'yib yuboring, boshqa nima qilish mumkin? Go'shidan yaxshi bir sho'rva qilasizlar. 2 yoshga xalaqit bermang, asalim, gunoh hazmga qolasiz. Ona bolani yolg'iz qoldirib boshqa xonaga chiqib keting. Haftada bir Haftada bir 2-3 marta uyingizga ketib qoling. Chunki yoshlar yolg'iz qolishi kerak, asalim. Boshqa iloji yo'q. 2 tashkilot olsin-da. 2 tashkilot olarkansiz.